aql farosatli qiziqchi Nasriddin apandi necha 100 yildan beri har soat, har minut kishilar bilan birga bo'lib kelmoqda. Uyg'ur xalqining ichida Nasriddin apandidek nurg'un hayot kishilar o'tgan. Ana qara. O jiroqdan kelayotgan shularning biri. İsmi Şerifi Molla Zeydin. Bu seni. Gel. Seni bu işe kim indirip koyar? Çım oldu ha. Hemsi bağlı. Kandak. Halayık, anlanla. Davanın emri vacip. Bugünden kanmay, nazar bağışlılığını beriş şart. Kimdi kim baranmasa, Adem beşiğe 3 kürü buğday tapşırdı. Bunundan başta atıkçıla, kattık cazağı tatılıp, yer ve mülki padişahlık kılındı. Nazar bağışlılığı... Neme degen tügümegen seylak bu. Maşının bilen Nazarbağ silahıga 4-cü qitim berişi. Nazarbağ qili işlesek, balı çaqılarımızını qandaq bakımız. Şu gep emasmi? Bizga kergi bağ emas, jinimizde aramxuda qo'ydigan kap kerak. Neme degen tügümegen... Hemen anlaştın mı yok? Undaq bolsa 3 küre buğday beremmisan. 2 küre bersanmı mayli. Men senin ismini defterden öçürgüzüdümen. Ne? Ben baylağımı doğucam 3 küre buğday verdim. Endi silikilip buğday disle. Nimini verimen? Öyle bir tal dan yok. Hem de asanmış kırıcının var. Qalxmaş qeyri. Emsi orada duman akamdan tayğının təmin edip bak. Mına? Neye gele desem var hemen. Ulanın sağları buğday degen sesip durup da. Bende buğday yok. Muşuk kırıcının var. Yürü. Van atan emez. Van atanın aldığı desem mi var hemen. Bu yaxşılıqını bilmeydiğin qeyri. Mına? Oy, bey hocam. Bu babayını ne gitmen la? Karamba mısın? İşine kadar. To'xtab dostlar, bey hocam. Bu babayning bir tapan yeri yok. Nagilib pag'am bilan hech narsa chiqmaydi. Sho'ng bu babayni qo'yib etgan bo'lsa qanda? Qo'yib degan qandaq gap. Mening ishimga aralashma. Yovoshni topganda do'pri bo'lib ketadi ekanlar-da. Hoy, yalan töş. Akanın kimligini bilemsen. Men seni... Özleri Velixan bey.
Endi zuvaning to'g'rilangandek qiladi. Agar bu odamdan oladigan narsani men bersam, bu odamni qo'yib beramla? Belli, endi aqlingga kelyapsan. Sen ariq kirding. Bo'pti, 2 kura beramisan, 1 yerib kura bersanmi bo'ladi, ha? Bo'ptimisa, menga esa. Yo'q, bu Tag'a, bo'ldi. Sizlar ketaversizlar. Bu yerdagi ishni menga qo'yib bersizlar. bo'lmaydi balam. Ketmayman. Bununla berdiğin nedik buğday? Bundaqçandan keçtim. Vang'ның aldığı berip bir neçe kız sözümünü kılıbilip ölsem mi meylemez mi? Gepimni anlab, uyga kirib kelasizlar, tag'a. Men bu bagni cho'qim obdan rozi qilib yo'lga sepib qo'yaman. Qo'llaridagi tag'ani berib turamda. Ma'qul. Rahmat. Bu qandaq gap? Birisiga bersa, yana birisiga ekan. O'zimiz yeydiğanga bir to'g'rammi yo'q? Mavayli begim. Ne görmüş? Buğdayni ana o yerni yeb berma. Atlarını bağlab qo'ysa. Moshtaqa bo'lamdi, ha? Bo'ladi. Begim, bu tağa meni emas-da? Men qarab baqay. Obdara qarab baqsa, ha? Bir adabla qo'y. Sen tozning dastidan bu yerdagilar yo'lga tashlab ketma. Rostini ayt. Sen zaten kimlarni qoqib qilib, qanchalik buğday yig'ib olding? 7-8 odamdan oran 8 kura. Yo'q, 15 kura buğday, 11 kura qo'noq yig'ib oldim. Rost shu, meni chiqarayotgan. Oy. Yani puhralarni qaqchoq qilamsa, ha? Qildim. Mendan yana buğday olamsa, ha? Sen qanaqa aql bo'lsin. Ey tas. Sen daim Van hocamning to'qmoqlarini davron qilib, puhralarni qo'qishni berar ekansan, ha? Ash to'qmoqni o'zing yeb boqqanmi? Bo'ldi, chaqchaq qilmasam, cho'fkam. O'lgan tasli qoldim. Men bu yerdan asta ketay, ha? To'xta. Valixon, qarg'andi sen mushkul yo'lga kirib qopsa. Men seni o'ng'ayli bir yo'l bilan nurg'un dunyoga erishtirsam, qandoq deysan? Sen zodi kim? Menma? Molla Zaydin. Anlaganmiding? Anlagan. Nam shartoni ko'p anlagan. Bilishimcha sen Van hocamning avlodidan-ku deymi? Shundaq. Men hozirgi Van hocamning ana boshqa oti bir inisi. Ular meni o'gaylab chetga qiqib org'a olmaydi. Naychi onamni nikoh qilib olmaganlari bor. Qarsam peshonan kam, boshlaring misqazonda poqirab ketibdi. Davlatman bo'lib qilishing mumkin. Men fursat tepib seni Van hocamga tanishtirib qo'yay. Vaqti kelganda meni unutib qolmasangli bo'ladi-ku. Seni qandoqmi unutib qolay? Men Van akamga o'zimni tanishtiray desam, amaldorlarning men hujum qilishidan qo'rqib, og'zim gapga kelmay qoladi ekan. Van akam bilan ko'rishadigan fursat bo'lmadi. Sen Van akam bilan qandoq ko'rishsan? Ondan xotirjam bo'l. Men seni cho'qim ko'rishtirma. Degan gap mushadi Qosim. Bildingmi? Buni bilmayman. Qani shunda qismachu. O'ng'ayli boy bo'lib ketsam, menma qarab turmayman. Topqan dunyoni tan bilishadi, ha? Sen nima qilyapsan odamlar? Valixon, sen bu yerga qilyapsan, hocam. Men odamlarni seliqqa haydab, Sen haydasam bizni qilganmiz. Mana, Abrbaga sen oldanisi. ma'qul. Sen cho'q. Nasib boqamansan yoki 3 kuru buğday bir putlamsan. Sizningcha 3 kuru buğday bersam, emgakka bormayman. Emgakka borsam 3 kuru buğday bermayman. Shundaqmi? To'la azmili qilmay, buğday beramisan, masala boqma. Men shu gapni qilyapman. Hozir gap 3 kuru buğdayda qoldi. To'g'rimi?
Әмісі мән нәзір баққа Allah'ı бар. Hey! Asmalı kumma dizikçiler! Ornisi! Sen mi? Asmalı kumma istemezsin! Hey! Kes! Bulaş! Bulaş! Yaxşı uğurlaştırıpsılar. O tarafta neymiş kış başlanmadı? Əmdi başlandı. Yaxşı. Tezdiraq bolunlar. Mən quşlarını yaxşı görüm, hə? O tarafga köçətni köpərək tikanlar, hə? Boludu. O yoqqa nemi yazmaqsızlar? O yoqqa taş körük bilen bir ravaq yazmaqçı. Yaxşı. Nayt yaxşı. Ləbbeyk Van Həzrətləri. Etqina Mirza. Qo'shnivoqlarning ichida qaysisining meninkidek mushundoq cho'ng beg'i bor? Uluq Van Həzrətləri. Qaysı Van özləri bilan bəslişərsən. Heç qaysının mundaq çoğ, bundaq həşəmətlik beği yox. Faqat Uluq Van Həzrətlərlə mushundaq uluq işlarni qilalaylar. Çıkmay turib, mundaq chiroyli, hashamatli ko'kam. Tutganda qonchilik bo'lib ketadi. Shundoq. Bundaq cho'ng ish faqat o'zlarining qo'lidan keladi. Van Hazretleri, yeri çarçap qalla. Birden yetip dämile vasla. Shundoq. Tezman! Vay nan qıpıla, endi aram ağlığını körey. To'xtash! Uluq Van hocam. Bular nima odamlar? Bu adamlar hurlik hadi işlemeyivatıdı. Uluq Van hocam, biz biraz demag'anto. Ağzını çok hoşlar bu Van'ın aldığı bir hürmet kılışma. Odan bir bulun. Bu adamlarni qattiq to'qmaqdab, eg'ir ish qilinglar. Hoş Van hocam, hoş. Menişe! Hey! İsmin nima? Memma Velihan Van Hazretleri. Qarasam xil yaxshi ishlayapsan. Yanımı yaxshi ishla. Men sana cho'ng mansab berman. Bildingmi? Hoş. Qani. Rahmet Van Hazretleri. Rahmet. Şefkatlerine rahmet Van Hazretleri. Molla Zeydi, sen aşağına biz kılıp değil, biz bir nakş etmezsen kandak. Hozir mening naqshamdan cho'mishning ovozi yaqinroq olinamiki? Şümüşün avaz bombagan dekin nakşağını anlap duraylı. Ulan da. Malı Zeyden, ete adaş, Moğluq naqşlarını bir anlaydı. Ma'qul.
Hazretleri, merhamet. Kim üzgen zulgula bu? Allah ya Allah. Ve yatarken ayvanda Allah. Kim üzgen zulgula bu? Allah ya Allah. Ve yatarken ayvanda Allah. Avgaday, nakşini xeyli düzlük eytivatıdı o. Onu çakırınla. Adem'nin işi puşup gitti o. Nakşini çakırın. Hop. Seni Van hocam çakırmadı da. Bak. Nakşı etkandımı bacalam diken. Değil mi? Makul. Ben bir bakay. Nakış geldi. Van Hazretleri. Van hocam, nakış geldi. Kırsın. Kirson. Kire. Uluk Van Hazretleri, pekir hizmetlerine teyyar. Nereden geldin? Ben mi? Sen. Ak beynin yurtudun, Müsbaş beynin derdidin. Dermuş urup burnuğa, jıkılganın ornuğa geldi. Heli parançıda kılısan ha? Yoksa, parançığı emesmen. Şundak bozumu her yili bir işk tokav paranlani. Öplep tüpüp saranlani. Pengi da cellege sitip jürüptü mü? Adem anlap bakmağın paranlağını kılıdıken sen o. Ha? Rahmet Van Hazretleri. İsmi neyme? Onun ismi Molla Zeydin. Molla Zeydin. Anlıgan. Yerin var mı? Bökümçüse Vanlık yergüçüdü o təqsir. Menin öyüm Vanlık yerinin ottırısığı caylaşkan. Naitim yaxşı gün köçürüp getib atı mən. Buğdayla başta atıp purak kirgende purap toymay mən. Başqalarının tergan buğdayları Vanlık yerinin buğdaylarına oxşumaydı. Hem xuş purak çaçmaydı. Mən yaxşı pıraqlarını pırab, məhsulatqa qarab, bəydək yaşab gelib atı mən. Qandaq qılımız zıvılı deydiğən bir nəsi bağa oxşaydı. Xuday Taala hər qaysilərdə katlı bəndillərigə yer, zimin, yenə kar sularını mı xoş berdikən. Mana oxşaşlağa, tirikçilik mi yox? Xuday şükürü. Mana Vanlık buğdaylarını kördüğən, puraydığən zıvılını aymay özgəlligəgə mən nəhayətimi xoşal. Mening bir ildam eşigim var. Gaydi zerikip qalsam, Vanlık yerlerini hatta 7-8 gündümü aylanıp bulanmayman. Molla Zeydin'e çay keltirinla. Suluk tuttum özlerge, çek basmağın sözlerge. Beşçim unmu askilar çaplay desem dezlerge. Eşkallı dey özlerige, Vanlı yakkan sözlerige. Beşçin unmu az kepti, pedazlığa yüzlerige. Almakan. Lebbey Van Hazretleri. Çelinla. Memleketin anladın dostluğuyla. Mağza oyna
Çökenteller dağlı dem yargılar. Çökenteller dağlı dem dostlar. Ağlayma böyle iş yargılar. Çökenteller dağlı dem dostlar. Ağlayma böyle iş yargılar. Dağlı dem dostlar. Zıpları temizleyerek yargılar. Şapkırıkta bizleri dostlar. Karneleri aşkı değil yargılar gerek. Anlayıp 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 bizleri dostlar. Hem ahdelay yargılar. Hem tutan farklı dek dostlar. Kırlış duydu yargılar güley. Şüpheken oldu 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 dek dostlar. Ve şimdi yediğen Molla Zeydin boldu kıl. Meni kadın çıkardın. Kadın çıkmagan demen kaldı. He, öz vaxtıda yaşıyorduk, çıraylı kıydık. Başladı güllük gezek. Endi qirdin, solaşdın, qo'llaringda tezak. Oy cuvaynimek. Yaş vaxtımda köygen bolsam-çu, oşna yemey ölüp gitettim. Yosh vaqtingda ko'ringanga qosh otding, orqasidan tosh otding. Qiyirganda yuz ko'zingni usti ag'lik bilan yopding. Ah, Molla Zeydin yaraysan. 3 ay bağrımni o'sib atkili, tasli qildim. Men seni ketmandan ozod qildim. Xohlaganda o'rdaga kirsang bo'laveradi. Pat-pat kirib turgan. Chaqirtgan hamon kir. Men bek charchab ketdim. Bir oz orom olay. Her qaysilarımı çıkıp dam elitsizlar. Hey. Endi ketsem bo'ladi. Bu nima deganingiz? Quruq qo'l qandoq kedimi? Nima gap? Van hazratlarining eti ulug', ulug' yedin yonsam quruq. Xalq mazaq qilishur, qo'yuq ham suyuq. Vanni bexil desa qandoq qilib? Deganlaring noit to'g'ri. Mushu dastonning ustidagisining hammasi sening. Xohlagancha ol, hammani ol. Buni mushatli yevday. Bu yaxshi narsa ekan. Buni olib ketay. Buni setib oldi olay. Buni samatga olay. Nima degan mezilik bor? Buni meni olay. Hammani olib ketsam-ku. Buni mana Van hazratlari sovg'a qilgan do'stlar. Hammani olib ketay. Ha, yerden dışarılar, kelala. Molla Zeydin. Nima bu? Kelala. Bu hammasi yeydigan narsalar. Yeydigan narsalar. Ag'irlar, hammalar kelala. Kelala. Yaydigan narsa kapti. Bugun Molla Zeydin Nazarbog'da sizlarga birinchi qator ziyofat berdi. Qani, kelala. Kelala.
Oy can. Oy. Molla Zekmekka, ne bo'ldi? Mening yuragim og'riyotdi. Qachondan beri? Sizni ko'rgandan beri. Chaqchaqni qo'ying. Dadamga yana elchi kirgizib bergan. Mening hozirlik kirgizgan bor. Lekin dadangiz o'tgan qadimqidak bundaq tejmal sargadonga berdigan qizim yo'q deb o'nimasmiki? Maysan, maysi gelin. Men moshundaq bir sargardon, davomli bir yerda turolmasam. Mayli. Men saqlayman. Yo'q. Maysan, men sizga o'lib ketgan ayolim hurriyatning xo'rligida qilishingizni xohlamayman. Bu go'sht ozroq pishay demabdi-ku. Akasam ko'rpaqay. Qulab kelib qoldi. O'tin tugidi. Qanday qilamiz? Vango'jam bütün xizmatchilarni boshlab ovoga chiqib ketdi. Biz bu go'shtlarni qanday pishiramiz? Qasirga qarab beqislar. Bu atrofda o'tinmi bo'lmasa? Van hazratlari bizni qanday qiladi ekan deb bütün mulozimatchilarni aytib ketdi. Endi bu qozondagi go'shtni pishamay bo'lmaydi. Qasiri o'tin terib kelishadi. Bu uzun ton yuhan salli bilan qanday o'tin tagili bo'ladi? Ajinni kerak bo'lib o'tinni yig'ishib kelishadi. Berslar. Ahno, biz o'tinni qanday qilib kelamiz? Shuni deymanlar. Azizim, qarslar jiroqdan birisi eshak bilan o'tin olib kelyapti. Ko'di. Oqishaqqo. Xudoyim bizning g'amimizni qildi. O cho'qim bo'lmasaydi. Har qaysilari bu yoqqa kelsa, menga bir o'y kelyapti. Nima o'ylayapti? Bu ahmoqni boplaydigan payt keldi. Assalomu alaykum, to'rlar. Bu yerda Molla Zaydin, nadin kelyapsan? Bu o'tinni nima qilasan? jangaldan kelishim. Bu o'tinni nima qilyaptim? Setib, terikchilik qilaman-da. Qiyomat qoyim bo'ldigan tursa, o'tin setib nima qilasan? Qiyomat qoyim bo'lamdi-kan? Rostmi? Rostmaychi. Mana qara, biz mo nazir chiroq qilib, qozon ostida qarab boqmoqsa. Shundoqmi? Setib nima qilasan? O'tinni eshakdan tusha. Nazir chiroqqa ishlatayli. Xo'p, taqsir. Buni satsammi pulini baribir ishlatamaydi ekanmi? Bo'pti, nazir chiroq ishlatayli. Shunda qilayli. Molla Zaydin, sen o'tinni tushirib, qozondagi go'shtni pishog'ash to'g'il. Biz o daraxtga berib tahorat elib, tövbe istig'for o'qib kelaylik. Qilayli. Xo'sh, taqsir. Obdan. Qiyomat qoyim bo'lishi oldida har qaysirdek oliy janoblar uchun xizmat qilib oldigan bo'ldim. Aras, tövbe istig'forni men uchun ko'proq o'qib qo'yishalla, ha? Ma'qul. Sen O'qiymiz. Go'sht pishganda bizni chaqir. Ma'qul. O'tinni tushadi. Endi oldin uni oldim. Oldin oldida obro'yni tushirdigan bo'ldi. Hey, Molla Zaydin aytqu nima? Diqqat qilaylik shundoq. o'zlari ishton ko'ylakni sog'in to'lig'i. Xo'shallikda ishim qizib ketyapti-da. Suvda bir yuvinib kelay. Shu ishimiz bilan suvga tushsak, ziyon qilmasmi? Bu issiqda ziyon qilmaydi. Kiyimlarni sasla, yosh vaqtlarda. Ana yoqmasa foydasi bor. Nima tushak? Xazinachi o'zlaricha. Tatliq uyqum keldi. Birdan uxlab oldim. Yalan oyoq yursa nima degan rohat o'zdirmi sevilas. Shundoq qilay. G'aznichi, kiyimlarimizga qarab qo'yala. Ma'qul.
Digar aja. Vay çıkacak. Çak çak kılmaydı. Acayip rahatlar. Van Hazretlerinin kildiğe vakti kaldı. Van Hazretlerinin aldıda Molla Zeydin'in tadı açsızdıgan boldu. Adamın aldırdı sesiydiğen boldu. Van Hazretleri emdi Molla Zeydin'in ikinci ordunu yolatmadı. Vay. Oy. Kiyimlerimiz yok ko. Müşakkep koygan Aziz Hazretleri, Van Hazretlerinin kildiğe vakti kaldı. Kiyimlerimizi tiz vermezse. Ay, imbek çak çakınmay kiyimimizdi bese. Bana zukam tikip kanadı o. Çapçan tuzla. Gazici, çakçaklarını koysa. Kiyimlerimiz kını. Hem de uxlab dikenme. Qaysi kiyim? Qaysi kiyim? Müşakkep kiyim çok. Benim keşim mi yok ko? Bu çakın Molla Zeydin'in kıgan işi. Bu gadayının tepti atmasını bizgi çakçakı şu günü karanla. Molla Zeydin! Molla Zeydin! Zukam tikip gidiyordu. Molla Zeydin, kiyimlerimiz kanı. Bizden kiyimlerimizi sen nereye koydun? O dereke elip koygan tollarımız mı yok ko? Molla Zeydin, kiyimlerimizi nereye tıkıp koydun? Kiyimler neyim kılısıyla? Ne bakımsına? Keymemiz bu. Van koca mazir kilidi o. Kıyamet kayın bolduğun tursa. Kiyimlerinin lazım bulmagan deyken kalab göçtü pişadım. Evret ecilip kalmasını bulmadı mı? Kandak ya. İşte cürulalar böyle. Kalbimiz bunu doldura. Adem bol muğurcu şeytan. Yok al gözümüzden. İkinci yüzünü karmayınız. Meyli. Yüzümge karmasanla başka yerimge karab koyasıla. Hayır hoş müetilerlerim. Hem kandak kılımız. Ne mi kaldak kılımız? Van Hazretleri muş kıyafetimizi görse resva bulunmaz şu an. Hemse Van Hazretleri kekçi bir yedim kiyim tepkileyli. Bulam mı? Canvarım. Saklap tutun mu? Memleketimiz. Senin tört dostun beni hayli avar kıldı. Cire. Muzlap. İştirep gidiyordu ben. Adem talep bulanmayıvasa. İştirep gidiyordu ben. Vay can. Ne oldu? Donne taş bor oldu. Muşundak yoldum mangan bağımı. Bayık topuluk yolda bağırsak buluttu. Ay, bayı ben dedim bu. Krala uçurap kalsak söçecek kanımız. Hazretleri birden muklamay tuğan basılmış yoktu. Kimsenin kıyırgan su uçsunlar digendi.
Gazini çıkacağım. Benim takat manguzluğum kamını kapaç kılavası kandak. Ben özlemle oranı götürüp gittim olsam. Seni kandak götürüp bana be. Vay can. Vay can vay Hazret. Vay can buldu. Putum. Ben karım bulgan. Abla. Vay can. Yoğan tikenken. Ben tatlı çıkarım dey. Vay can. Özlem kandak çıkarım la. Vay can. Ben ağırmay çıkarım dey. Bop demse. Vay can. Bana karısla yoğanı çok tikenken. Vay. Kendim buldu. Kendim uçup tutumdu kalkan okşaydı. Neme degan issiq. Ajab talab ketdi be. Yürüsüler. Van Hazret'nin kildiğine vakit bulup kaldı. Hazretleri beni yülep koysa. Vay. Dursa. Benim kollarım sıvalayım. Mağluçluğum kalmadı. Vay bile. Moğolunu Zeydin degen rodu payını epleyimiz hep özümüz eplendik. Oldu la. Vay bile. Vay. Hey, anlanla. Atlarının tuya kavaz alındı batıdı. Van Hazretleri orada kaçıp geldi. Emmini qal oğlu Zeydin. Ne mademseler? Bu yak sıkış. İt ama. Tohtala. Sizlarni bu ahvolga tushirib qo'ygan kim? G'ajib qilishdingmi? Gap qilish. Mana sana bilan. Bo'ldi. Rahmat. Xo'sh bo'lsa. Har qaysing teqi Mo'lla Zaydinni mazoq qilib izlayshamsan? Voy qapoqlash döt. Men seni qavshu qo'yganlar. Bularni mushpeti bozor cho'kiltib, ondan o'rniga piringlar. Hop. Çok. Tez meneş. Tez bo'ldi atma. Bu ne kelgan qizlar ekan? Ezladin tanlab Van ordisiga dedeklikka olib ketayotgan qizlar. Hey bichorlar. Ota-onasining bo'lib ketgandi ha. Otning ustidagi Valixon degan ishidan to'ng'iz qotiradigan zahar narsa. Tez meneş. Tez bo'lash. Boyninglarni atqanda belinglarni yumshoq tutinglar. Qaytib kelamiz. Boshlang. To'xtanglar. Usulni chiroyli, seliq, xulqi bilan o'ynash lozim. Ko'pinchalarning put-qo'llari tayoqdek. Esinglarda bo'lsin, bu Van ordisi. Etizlik emas. Uqdinglarmi? Buni sizlarga ko'p qatim dedim. Davomli mashq qilinglar. O'gillikka Van oliylari har qaysinglarning usulini ko'rdi. Hey, tuzib tur.
Xoş. Van aliler sizlarni ko'rganda, engaklaringlarni, boshqa yeringlarni tutib ko'rishi mumkin. Mana mushundaq. O vaqtda mushundaq go'shib turmay, hijib noz qilib turish. Mana menga o'xshash. Ko'rdinglarmi? Balki yiqib qolsanglar Van hazratlar sizlarga cho'ng inom berdi. Molla Zeydinni ko'zini yo'qotmay bo'lmaydi. Uni hisob Van va xalq olam oldidagi inovatini to'kish kerak. Sizga cho'qim o'zimizni olmay bo'lmaydi. To'g'ri, shundoq Xotirjam bo'libsizlar. Molla Zeydindan intiqomlarni cho'qim yeb beraman. Sizdan oldidimi? Inovati tushdi. Valixon, obdan ishlasang, sana cho'ng inom beramiz. Rahmat. Şinach! Dada! Dada! Şinach! Kelinglar! Chiqinglar! Bo'la! Maysxon, to'xtab tursana. Maysxon. Nimaga? Bugun Van alileri o'rtada tazmin qilmoqchi. Shuningga Maysxonni alohida taklif qildi. O'zlari Faqir Valixonbek bo'laman. Valixonbek Van hazratlariga yetkazib qo'ysa. Iltifotiga ko'p tashakkur. Mening qizim hech qanday gap bo'lmaydi. Mundaq iltifot ham odamga kelavermaydi. Qaytaji. Obdanroq o'yinni bosilib bo'larmikin? Bo'lmaydi dedim-ku. Bo'lmaydi. O'zinglarni bilib qaytib ketinglar. Bu Van hazratlarining buyrug'i. Bugungi ordu bezmisiga qizingiz bormisi bo'lmas? Van hazratlarining ordu bezmisi banası bilan nurg'un qizlarni dafsani qilib osmo. Endi men Gaytajining beshliq ketdim-a? O'zinglarni bilib qoradan chiroyli chiqib ketinglar. Chiqib keting. Niyatda. To'xta. Oldiga mangadigan bo'lsang, hech qaysang tirik qolmaysan. Kelinglar. Maysxonni etmanglar. Tez. Meni qo'yib kes. Meni qizim. Dada! Qizim. Qo'ysim. Meni qo'yib kes. Oh, xumperli. Qizimni qo'yib etish. Kelinglar. Bu qaynim opirib sizlar tashlanglar. Itmanglar. Yonini bo'shat. Yonini bo'shat. Berma. Messi. Almaxon? Molla Zeydin. Bu chivoy nimak. Van oldida meni ajab tushirib ketganding. Endi izlab qopsan-ku. Almaxon, elimi chiroyliqsan. Vanning oldida o'yin qildim. Bo'ldilar. Chiroyli gapingni qo'y. Meni nimaga izdaysan? Ya, oshiq bo'lib qoldingmi? Almaxon, menga qara. O'z vaqtida sen butun turpan xalqini o'zingga qaratgan go'zallarning birisi eding.
Wang seni ayak astı qilganlikdan ishingga zahar yutib, apyanga berilib ketding. Shundaqdimi o helmi chiroyliqsan. Lekin ular seni ati o'gin o'rdadan haydab chiqirdi. O'zingga o'xshash bir go'zalning sana o'xshash bo'lib kelishini xohlamsa? Zaten nima demaksan? Gay tacının kızı Maysemni Van köydü mü? Yo'q, sen salqin tushganda bazmida ko'makchi. Demisimi, Maysam haqiqatan chiroyli qizga. Wang uni hargiz ko'ngildan chiqarmaydi. Obdan almagan. Bugün amal qilib Maysemni qochirmasan. Sarang bo'ldingmi? Hargiz bo'lmaydi. Uning ustiga tunigundan beri Valixon u qizni Wangga maqtab sho'lgaylar eqib ketdi. Wangni ko'rishga taqazza. Qat'iy bo'lmaydi. Almagan. Bazmiga menmi qatnashiman. Sen bana fursat chiqarib bersan. Ish qilib sen bana yordam qilsanglar az bo'lsa-mu dadamdan qolgan bu o'zlikni qabul qilgin. Mana bu narsaning keragi yo'q. Mana sen kerak. Odam keldi. Almaxon. Amsa shundaq bo'lsin, ha? Men ketdim. O'ttirdikining ismi nima? Onun ismi Maysa. O nemish qiyig'laydi? Van hazratlariga xizmat qilganligiga xo'shal bo'lib yig'layapti. Ko'zing bojimi? Ashqallah Van hazratlari. Yolg'iz Maysamning soni ko'rma. Ma'qul, men Maysamni yasandirib olib chiqay, andan keyin ko'rsin. Qizlar chiqdinglar. Van hazratlari sizlarni bir necha qatam so'radi. Bu askar nim qilla. Lazım ba. Çırum. Qarsılay degan jilma degan güzel qilib chiqargan. Voy voy voy. Bu yoqqa keling. Keling. Yenimga keling. Bu yerga kelsin. Bu nima qilganlari? Van mening qiziq o'yinlarimni yaxshi ko'rdi. Men bugun yangi o'yin ko'rsatdim. Bu yoqqa. Van hazratlari xiris qildi. Boshni yedin ko'tamaymiz. Hammanglar dum yedinglar.
Azroilman. Yomon bo'lsang o'rningdan tursha. Tursha o'rningdan. Sen qo'rqoq. To'g'rishirak. Van Hazretleri Batur, Van Hazretleri Yolvaz, Van Hazretleri hiç narsadan qo'rqmaydi. Hammaning to'g'rishirak. Ölümden qo'rqsa. To'g'rishirak. Tira o'rningdan. Tira o'rningdan. Sen tuz ol. Sen tuz ol. Nima odamsan? Bu kimdi? Nima odam? Assalomu alaykum Van Hazretleri. Molla Zeydin. Turpanning issig'ida ko'ynak ig'ir kelyapsa. Jo'ki vag'ning nimasi? Bu juva dadam rahmatlikdan miros qolgan. Akam bilan ikkimiz miros bo'lganda Qozi xonim qishda oksi, yozda uksi kiysin deb hukm qilgan. Shariatning hukmi bilan menga navbat endi keldi. Van Hazretlarining ma'rikasida boshqa kiydigan kiyim bo'lmag'achqa moshini kiyib keldim. Qo'y bundaq gapingni. 8-oyda juv kiyib, Van Hazretlarining ma'rikasiga kirish adabsizlik. Adabsizlik qilib Van Hazretlarining kayfini buzding. Kishlarimiz g'o'chirlab, to'qmoqlarimiz taranglab ketdi. Zaydinning bunda qilishiga chidab turolmaymiz. Markini qasddan buzganlik uchun 50 to'qmoq urilsin. Kelinglar. To'xtanglar. Mening arzim bor. Hamma ishning ustozi bor degandek, mening ustozim bor. Ustozim menga Van G'ojamni ma'rikada urkitib bersang, sana 5 tilla beraman degandi. Men Van G'ojam ko'pni ko'rgan, ko'pni bilgan odam. Turpandek cho'ng yurtni so'rayotgan ulug' odamni qandaqmi urkitibli bo'lsin dedim. Ustam menga Van kichik vaqtida eski juvdan qo'rqatdi. Biz bir uyda billa o'ynab cho'ng bo'lgan deb turib oldi. Men 5 tillani ko'zlab, moshundaq ahmoqlik qilib sopdiman. Bo'lmasa bundaq issiqda juvi kiyib sarang bo'lib qoldimmi? Jazolashga to'g'ri kelsa, ustamni jazolash kerak. Jilonning beshini yanchish aqlliqdir deymiz. Ulug' Van Hazretlari. Sana ustoz bo'lgan kim? Valixon bey. Valixon. Labbay ulug' Van Mollika. Mollika? Qandoq bo'lib akang bo'lib qoldim? Aka deb nomimni bulg'amoqchimsan? Yo'q. Aslida mundaq ishdi. Men Mollikamga beadab qilishganimi? Haddimi? Nima? Bu toz nima deb jo'layotdi? Og'zi uringlar. Rostini aytmasam bo'lmadi. Biz aslida urug' tuqqan. Valaxshima. Og'zi uringlar. O'zlariga qor keltiradigan ishlarni hargiz qilmayman. Hazratlar bilmaylar. Mening opam ulug' buvimizning vaqtida o'rdida deydi ekan. Bir kunlari Van buvimizning opamga ko'z tushib qopti. Shu chaqda men opamning qo'zg'ida qolgan ekanman. Astagfirullah. Shundoq misatga bo'limdi. Bu tozni 50 to'qmoq urib, turpon tavasidan qo'g'lab chiqardilar. Uval bo'ldi. Uval bo'ldi. Unda qilmislar. Uval bo'ldi. Ulug' Van Hazretleri, o'zlarining xushchaqchaq, odil yurt so'rash jarayonida sizning hurmatlariga sazovor bo'lib, o'rniga bir qancha qitim kirish fursatiga ega bo'ldim. Bu jarayonda qarsam, o'rda amaldorlarining qo'soqlari to'yib, o'rdining qoida yo'sinni qayirib qo'ydigan, saroy amaldorlarining bo'lishga tegishli shartlarini hozirlamaydigan bo'lib, o'rlishib ketibdi. Ochiqroq so'zla, qanday shartlar bo'lish kerak? Ulug' Van Hazretleri, shartlarning biri shuki, o'rda amaldorlari arq so'ngaklarini apchil egallaydigan bo'lishi shart. Buning uchun har kuni mashq qilish kerak. Masalan, kelinglar. Hammanglar o'rninglarda turinglar. Bu yoqqa kelinglar. Mashq qilamiz. Kelinglar. Chalsa o'rninglarda turinglar. Tez bo'linglar, tez. Kelinglar. Egilib. Mushuk egilib. Egilib. Siz egilib. Bakrak. Bo'ldi. Siz.
Qo'saqni ishingizga tortib egiling, ha? Bakrak, ha? Bakrak. O'rningizda tur. Ha, yana sizmi? Ha, egiling. Men nima egilmaysiz? Xuddi no'g'it jutolaganda qotib tursiz. Egiling deyman. To'g'ri. Bugundan boshlab bularning hammasiga qoidiyosin o'rgat, ha? Tezmin. Aslida bunchalik ushshaq-tushshaq ishlarga o'zlarining orishlari hojasizdi. To'g'ri. Bu döt eshaklarda aql farosat degan narsa yo'q. Hazratlari boshqa vanga qaraganda yuqori obro'yga ega. Shuning uchun hazratlarining nom sharifini tarixdan tarixga qoladigan qilsak yaxshi bo'ladi. Bu gaplaring ayt to'g'ri. Men seni maslahat chiqsam bo'g'dak. Qani, so'zla. Van hazratlari, sizlarmi ketdilar. Hammamiz ketimiz. Bu Allohning hukmi. Burunqi xonlar ham vanglar yurtni bir xil usulda so'rab keldi. Masalan, gunoh qilganlarni zindonga tashlash, darg'a esish, chombi kesak qilish, kaltakka besish qatorliq. Hammasi bir xil chora, hech qanday farqi yo'q. Boshqa vanglarmi shunday qilgan. Shunga tarixga yozilmaydi. Shundoq. Sho'g'on hazratlari yangi bir usulni ijod qilgan bo'lsalar, bu tarixga yozilgan bo'lsa, nihoyatda yaxshi bo'ladi. Qani, qandoq yangi usulni deysan? Ochiq ayta. To'qmoq jazoning o'rniga chiroyliroq anglanadigan. Amaliyotda to'qmoq bilan urg'andanmi dahshatlik. Gunohkorlar ikkinchi gunoh qilmaydigan, butun iqlimni hayron qoldiradigan bo'lsa. Ayta. Qandoq jazo? Ko'p kaptar jazosini qo'llanib nobud qilsak, bu nima degan dahshatlik chora bo'ladi? Ko'p kaptar jazosi degan qandoq jazo u? Kaptaning bo'ynini uzib tashlagandek, uzib tashlaydigan jazoni deydigandir. Ahmoq. Hargiz andaq emas. Juring. Maysen, hozircha uyingizga bormay yezidagi kichik opangizning uyiga ketdim. Ma'qul. Rahmat Almuxon ayla. Xo'shamsiz. Yaxshi jazo ekan. O'qizaydin. Xo'sh, hazratlari. Bugungi jazoni o'zingcha qala. Xo'p, hazratlari. Xaloyiq, tinch. Donolikda piri komil, adolatda no'shirvon odil. Van hazratlaridan buyruq. Gunohkorlarning ko'zi kishan, bo'yin turuqlari ep tashlansin. Ey Yuhannas! Anlanglar amuhas! Günah ziyade bolsumu? Jazo degan ras! İltifat degan buningdanmi ortiq bo'lmas. Sizlar Van hazratlarining qonuniga xiloflik qildinglar. Eg'ir jazoga loyiqsizlar. Van hazratlari bir xil yangi jazo qonunini ishiltidi. Bu qonun dunyoda birdan-bir unumli qonundir. Kamil Sapra. Gel. Kamil Sapra degan sen bo'lamsa? Shundoq. Lekin mening gunohim yo'q-ku. Sen yaxshi etingni vang'i bermay o'ltirib qo'yibsan-ku. Men qandoqmi o'z etimni o'zim o'ltirib qo'yay. Bir kechida o'zi o'lib qoldi emasmi? Bir kechida o'lib qoladigan
Qandaq at u? Öz günahını tek tanıma otamsa? Kördünmü? Bu kaptanın kanıtı kök. Putuğa bir seriq şahil inti bağlaqlıq. Sana bu kaptanı tutup geliş cezası verildi. Eğer bunu tutup gelelisen günahından sakıt bulursan. Ah xuda, qırğandı bu kaptanı qandaq mı qoğlab gidelim? Tez bol! Hey! Çapsa qoğla deme! O çölde ussap ödedi kan oldu ya. O kıyri yavu kaptanı kandak mı tutalısın ha? Gayet Hacı! Günahını bilemsen? Ben Van'ın kul emas. Ben erkin dehqon. Hey gedenkeş! Günahsızlarının cezağı tatılışı tarixten bu yan davam üstü kelayotgan kanun. To'g'ri. Anlap dur. Sana hazır bu kök kaptanı tutup geliş cezası verildi. Obdan qara. Bu kaptanın putuğa maysran şahilinde bağlaqlıq. Kördün mü? Senin kaptırın kuşa taraf gitti. Çapsan qoğla, onu çokum tapalaysan. Çapsan bul. Ey gayet, sen herkes mi kayıt gelenmeysen? Sultan! Adamlar benim muşu cezanı tuncu kıtım kullanğanlığımını bilip kalsın. Zaydın neymiş ki hazırlık içkenmeydi? Van hazretleri, bir qancha qitim odam evatdik. Hozirgacha topolmabdi. Molla Zaydın boğan bolsa, adamni küldürüp üçeylerini üsüp etken bolattı. Nima bu? Yani gözü yani şu. Onu derhal tep gelinglar. Xo'p. Van hazretleri, Özüňe bir tarap kılmamsılar. Molla Zaydın boğan bolsa, bundaq işlarning hemmisini meni avar kılmaylı kılan bolatdı. Qumul Van hazretleridan kelgan jiddiy xabar ekan. Okey. Xo'p. Ulu kudretlik Turpan Van ağaylariga Alilerinin Irak tuturup bizni yad etip Nazarbağ murasimiga taklif qilganlik maktublarini xursandlik bilan topshirib elib intayin suyunduq. Başındaq xoşallik taklifni topshirib elish bilan birga ko'p kaptar jazosi degan xabarni anglab hayron bo'ldik. Jazolangan gunohkorlarning ba'zanlari bizning yurtimizda xotirjam tirik turmoqdimish. Biz Qumulvan Tecimel Gaday Molla Zaydinning parokandichiligiga ko'p uchirgan. Mushu ishda avlileri Molla Zaydinning eli sehrlariga aldinib qoldimi qandaq? Agar Molla Zaydinning yangi eli sehrlarining oldini olmasak, ishlarimiz yomon bo'lg'isidir deb o'ylashdik. Biz avlilerining Molla Zaydinni nereden bulmuşsun? Futkolunu yerde tek yüzmeyi hep gelin la. Hop. Emanet bana.
Bunlarni elib ol. Xudo omonat bo'l. Halayık! Anlamla! Molla Zeydin degan kurbanlık süpergellerge 5 sen gümüş inan verildi. Halayık! Anlamla! Molla Zeydin'in süpergellerge 5 sen gümüş inan verildi. Halayık! Hadi gel Allah. Anlamaganlar, anlasın bilmegenler dursa. Kurbanlık kaçtın Molla Zeydin degan tecmel gaday. Kimde kim turgayı deyip verse, şikser kümüş. Eğer tutup verse, 5'er kümüş inan kılınıdı. Yoşulgalla, turluğu taşınıdı. Velihan Begim, o tamamla. Aysel. Dada, Maysel. nimish bo'ldi? Hoş haber, hem şum haber. Soati nimish bo'ldi? Molla Zeydin müşahede ekan. Molla Zeydinka. Bu hoş xabar bo'lmay, neymiş ki şum xabar? Kızım, Molla Zeydin'nin bayırında pəgəllərə işkisi, tutup pəgəllərə 5 kümüş verimiz dep, cakaçı, koç-koçularda car silib atıdı. Dada, endi qanday qilamiz? O bizni qutqazuvchi nechatarimiz desa, qarimiz bo'lmasa bo'lamdi. Men bu yol boyu qarab keldim. Uchratmadim. O ne dedi? Tutup ketmisi yana. Dada, yana izlab baqayli. Juring. Men izlab baqay. Sen o'ltirib turgin. To'xta. Suv degansan? Nereden geldin? Ben et degan chiqqan yerimdan keldim. To'la git Allah'ıma. Nerede turayotganini bilamsan? Bilime. Osmonning ostida, eshigimning ustida turyapman. Quruq gapingni qo'y. Eshikni tushir. Xo'sh, begim. Xurjinda nim bor? Aşağı tekshirib baqay. Aldırma. Ben ko'rsatib qo'yay. Buningdagi yam bu. Buning bilan bu adovatingiz yo'qdi. Yok.
Bajgir begim, bundan keyin meni tosmazsiz? Yo'q, hergiz. Xayr, xo'sh. Xudoga omonat. Peki, sodiga nimadi? Lay, hech nima. Ko'rib boqayli. Asla, ko'rib boqayli. To'xtatdi. Acham Maysxon yaxshi turdimi? Eri yana uramda. Acamning eri qima o'ynab, qarzini to'lamagachga boshqalar uni o'ldiryapti. Acam doim sizningga bozlik qiliblar. O'tgan qitim siz bo'lmagan bo'lsangiz, acam mayib qolmaydi. U qilishdi ish. Bir haftadan beri Gay Tajikon bilan Maysonni topamadik. Yanchi quruqdilib pulmi qolmadi. İşmi topamaydimiz. Malika, ey Malika. Men berib bir oz yeg'anastik qilar. Men sana o'g'irlik qilma deb necha ketim aytdim-ku. Hey, kim mening bir sanduqchini qochirimni uyga olib berdi? Men apır berdim. Boyvachcha, bu narsani nega olib beramiz? Qancha pul berla? Bahasini kelishib olaylik. Shunda qilay. Ey, pul degan nima u? Men sizlarga puldanmi qimmat narsa berman. Amsi nim berla. Dunyoda pulg'imiz yetib olg'ili bo'lmaydigan 3 eg'iz hikmatli so'z deb berman. Nima deydiki debdimi? Bekog'imish kaptab chiqamdi. Jira. Bekir o'tog'icha bekir ishlar deb tikan. Bu odamning salobatiga qaraganda xeli bilimi va'da qiladi. Men olib beray. Malika. Birdan tuttirayli. Ish chiqib qola. Bugun men bu odamni bir sinab baxmasam, pushmoq qilaman. Men muborak. Taqsir. Bu sanduqni menga bersala. 3 eg'iz hikmatlik so'zlari uchun men bu sanduqni uylarga olib beray. Yaxshi, andaqda oldi bilan sanduqni ko'tar. Taqsir, qani hikmatlik so'zlarni degach mansala? Toza ahmoq nima ekan? Kerak hamoqatga. Bir kim sana to'q qo'saqdan osh qo'saq yaxshi desa, hargiz ishalma. Bu qaltis gapkan. Ikkinchisi-chu? İkincisi, agar bir sana ot mingandan piyoda yo'l yurgan yaxshi desa, hargiz ishalma. Bu qaltis gapkan. Uchinchisi-chu? Aldırma, uyga az qoldi. Uyga borgandan keyin deb berim. Qani hali hikmatlik so'zini deyapsizlar? Hey, aldırma, uyga az qoldi. Voy. Hey, diqqat qil. Buni men jonimdan aytgandirgandim. Bu yoqqa mangay. Mana uyga keldik. Hikmatlik so'zni endi dala. Agar bir kim sana dunyoda sendinmi boshqa ahmoq bor desa, hargiz ishonma. Yaxshi gapkan. Men sizlarga bir hikmat so'zni deb beray. Agar birisi sizlarga bu sanduqning ichidagi chini qochilarni soq desa, sizlarmi hargiz ishonmaysizlar. Hey, chini qochilarim. Jonimdan aytgandirgan chini qochilarim emasmi bu? Chini qochilarim to'labda voy bo'lsa. Chini qochilarim to'labda deyman, ey mutan. Chini qochilarimni to'labda deyman.
Gaytaçka? Molla Zeydin. Sen ahir topdin. Jir, uyga boraylik. Nima ish oldi? Bu yerda xatarlik. Uyga kirsangiz sheli. Maysam qaytib keldi. Qizim, qaytib keldingmi? Molla Zeydin aka. Obdan tadamizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu kimning qo'rajoyi? Bu turpanliq G'oyi tojining uyi. Bu yerdim qo'rajoyi bormi? Haramdan qaytib kelganda ap qo'yib turpan ketgan. Rahmat. Xo'shamsa. Maysamni olsam, butun mol-mulk mening bo'ladi ekanda. Assalomu alaykum hojga. Bu yerda sana nima bor? Men hojga. Bu yerdagi qora joylar monayt yaxshi ekan, a? Zodi nemisidan kelding? Hojga, ikkimiz bir turpanliq. Albatta, boshqalarning yurtida bir-birimizni izdishib, yar yo'lakda bo'lmasak, bo'lmaydi-da. Sen bilan hech qanday aloqam yo'q. Menda zodi nemishing bor? O'ltirib so'zlashaylik. Qani bu yerda o'tasizlar. Qani o'tasizlar. Hojika, rasmatni qilsam, burunqi ishlarning hammasi Vangning buyrug'i bilan bo'lgan. Meni kechirsizlar. Endi mening kelishim. Men sizlarga bog'li bo'lay. Nima? Og'zingni shu. Yo'q. Vaqirmislar hojga, ha? Chaqachilarning Molla Zeydinni tutimiz deganlarni anglaganlar. Agar ular debni qo'ysam, ota bola ikkilarning kuni qiyin. Shuning uchun, ma'qul deganlari yaxshimikin? Qandaq? Ha? Dadamizni chaqiring. Nimishqa? Chaqiring. Dada! Uyga kirib chiqay. Dada! Gaytaçka. Nima ish? Zeydin kamni. Ma'qul deysizlar. Nimaga? To'yga. Nima? Ben tersi adam. Xapımızla. Ata bola ikkimiz o'ylashdik. Yana qizim Maysam aqlliqkan. U ma'qul bo'ldi. Rahmat qaynota, rahmat. To'yni qaysi kuni? Taliqsa qandaq? Tayyorligimiz ma'qul. Rahmat. Men qaytay. Uyga boshlayaptimi? Uyga boshlay. Xo'sh bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Xo'shamsa. Men tayyorlik qilay, a? Xo'shamsa. O'zlari Tojgir Valixon bey. Valixon bey. Og'zini asla.
Güzel cananım. Ummak başkam. Sumboldek çaşlarınızı, kalemde kaşlarınızı turbandan dağıtıp bir görüşke teşna idim. Gelin, gelin. Yüzünüzün içi bitin. Ahire yeni mi geldiniz mi? Oma kozam onda kama. Ben siz bilen birge boluşqa. Güzel camalınızını görüşke şoyunçta kaza. Sen kim? Nemi xotun sen? Memma, sil bugün nikah okutkan, silinin ayalları, keç gündüz arzu kıgan, Maysxan. Yok, menin alıdığınım gayet acının kızı Maysxan. Hatası yok. Menin dadam, danlık giygizci, gayet acı. Tamamen hata, ben helik tutup... Yey, ondak tatınızla. Kesle, ötüklerini tatın. İlakeme, Nerto, cin, şeytan. Nimanda kılıdı mı hazırlık? Sen yasın vağın ermu ya ki ayal mı? Kolum kattık deyip gidip kaldı hapımızla. Özlerimi ekşide kosla. İşkimiz huda koşkan bir cüpladın ikemiz kağınlı. Yatkan sözüşeriz. Kesle onda tatınızla. Nerede? Yine bakama. Oy onda kımızlı devatına. Oy onda kımızla. Oy. Ay. Adam mamu! Kuzula! Adam mamu! Kuzula! Kulum koşma anlı sert buludu koşmuşsa. Oy. Kim kolum sıyıp koygandı? Kaçmışlar. Ben sizin nikahına ağa kotalı. Onda kaçmışlar. Adam mamu! Vay sert buludu devatına. Adam Koşma mamu! anlı sert buludu. Koşma. Vay kaçmışlar devatına. Oy! Adam mamu! Vay canına! Neden de kaçıdı halde? Nerede? Adam mamu! Adam mamu! Kuzula! Velihan aka, nemiga? Sen kim? Ayolları Maysxanның enisi. Silinin qin inleri g'ulam. Doğru gel kumay darvazını aç. Açanı elip öyle çık. Tolu çalvaqımızla Velihan aka. Maysxan acamni siligi zo'lab tangmidiq. Öz razılıkları bilen haq nikalab aldilar. Yani nima gap? Hazırla. Acırsın. Onda asan iş yok. Bizim nemi çağlavatla? Emse qandaqlimiz. Onu oku. Bu nima? Tarihi 1101 yılı Mahi Recep'nin 23. günü Seyşembe men ki bacıgarı Velihan Bey xotunum Maysxan gayet hacı kızı bilen aramızga soğukçılık düşüp hain kıldım onun mehri hakkıga kuchar sayı boyediki 6 ig'iz öy bir kichik saynası bilen yana Yak.
Yana bir eg'iz do'kon uyni qo'shib berdim. Mashriq posili Ovud boyning ho'ylisi, mag'rib posili Turdi Mo'zduzning uyi. Ushbu xatning rostligiga G'appor qozining muhrini bostirib berdim. Guvochilar Tolib Oxun G'ulom. Yangi to'y bo'lganlar qanday xo'p ketgandi? Men berib kelay. Menmi baray? Ma'qul. Hamsi biz ketdik. Baldıra qaytib kelinglar. Hey Velixon, endi qanday qilsa? Jigit, gap qilmaysan-ku. Bo'la. Bu xatni kim izladi? Çasıda sana taşyan bu bergen heliqi sodigar. Bugun ikkimizga nikah o'qigan heliqi molla Zaydin. Zaydin. Molla Zaydin. Molla Zaydin. Ey? Bela xotinam. Ne? Hayır hoş. Sevimligim Maysin. Gerçi men her joyda bo'lsam, qalbim siz bilan. Zaydin aka, qachon qaytib kelasiz? Siz meni sevinganda. Kim o? Kim o? Ha? Bugun u ketdi. Kim biladi, ati u naladi yura. Kulki chaqchaqlari bilan nadonlarni o'yg'itib, nachar illatlarni savdab yura.